ishlaganman. Наливай, чайханчик, чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, на востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь. Kelini aka, o'rtoqlarni olib. Like bozor. Bu yog'ini, bu yog'ini. Mantasini chiqarib. Hozir so'zimiz nima bor? Hamma narsa. Sizlar ham bor edinglar. Davay. Bolalarni ish boshlab turibdinglar. Shuhratilla, endi keyin domlaya bir barda ko'zatib o'ndanalik bo'lib ketdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 29-may 2026-yil barcha mo'min musulmonlar uchun muborak bo'lgan, qadrli bo'lgan Eidul Qurbon kuni 3-kuni. Inshaalloh Alloh taolo yana keyingi Eidul Qurbonlarga ko'plariga sihat salomatlikda hammamizni oila a'zolarimiz bilan yetmoqligimizni Alloh taolo yana nasib etsin. Alloh taolo hammalarimizni duolarimizni, qilgan qurbonliklarimizni, qilgan ibodatlarimizni hammasini qabul maqbul aylasin. O'zini baytida jamlanib turgan
mo'min musulmonlarni, haj qilayotgan mo'min musulmonlarni va barcha yer yuzidan kelgan mo'min musulmonlarni hajlarini haji mabrurlardan qilsin. Gunohlari mag'fur bo'lgan holatda xonadonlariga, yurtlariga qaytishlarini, sog' salomat qaytishlarini Alloh taolo muvaffaq aylasin. Va shu joyda o'tirgan do'stlarimizni ota-onalari bilan, ahliyalari, farzandlari, yaqinlari, jigarlari bilan keyingi hajlarga, Zulhijja oylariga o'zini baytida jamlasin. Rasulullohning ravzalarida jamlasin. Arafat maydonlarida jamlanishlarni Alloh taolo o'zi hammamizga nasib etsin. Qayta hajlarga, umralarga borishlarini Alloh nasib etsin. Bu xonadonni Alloh fayzli, barakotli qilsin. Shu joylarda yaxshi to'ylar, yaxshi ehsonlar bo'lmoqligini Alloh taolo o'zi nasib etsin. Kulli ofatlardan, hasadgo'yi hasadlaridan Alloh o'zi hifzida, himoyasida asrasin. O'tgan hoji otamizni Alloh rahmatiy, jannatiy qilsin. Qabrlarini nurlariga to'ldirsin. Hoji onamizning umrlariga, rizqlariga barakot berib, farzand, nabira, abiralar baxtiga sog' salomat bo'lib, ularni duogo'yi bo'lib yurishlarini Alloh taolo o'zi nasib etsin. Hammamizni shu dasturxonda jamladi. Alloh taolo buni davomini jannatlarda Rasulimizning yonlarida Havzar Kavsar suvi, Kavsarmidi? Havza Kavsar suvlarini ichgan holatda, uni ham bo'lsa qo'llarida to'yib ichishi bizga, ota-onamizga, zurriyotlarimizga Alloh hammamizga nasib etsin. Qiyomatgacha keladigan zurriyotlarimizdan fosiqlar chiqmasin, benamozlar chiqazmasin Alloh taolo. Kofirlarni, hammaga bir zulm qiladiganlarni chiqazmasin. Namozxonlar, solihlar, solihalar, qoriyalar chiqsin. Jamiyatga, diniga, ummatiga manfaati yetadigan, hammani havas keladigan, ko'zlarimizning quvonchi bo'ladigan insonlar chiqsin inshaalloh. Hammamizning umrimizga, rizqimizga Alloh baraka bersin. Kasbkorlarimizga barakot bersin, zurriyotlarimizga barakot bersin. Yaxshi niyatda tarbiya qilayotgan farzandlarimizni ilmli, bilimli, ma'rifatli, salohiyatli, dinga, ummatga, jamiyatga, xalqqa foydasi tegadigan yaxshi insonlardan bo'lishini Alloh taolo o'zi nasib etsin, o'zi muvaffaq aylasin. Alloh taolo barchalarimizni qilayotgan yaxshi amallarimizni o'zi dargohida qabul maqbul aylasin. Qalbimizda nimaiki so'rovimiz bo'lsa, Alloh taolo eng yaxshisini, xayrlisini ziyodasi bilan bersin. Alloh taolo bizani so'rayotgan narsalarimizni nima biz uchun yaxshiligini o'zi biladi. Nimasi biz uchun xayrligini o'zi yaxshi biladi. O'sha xayrligini ziyodasi bilan afzalini bersin. Bir-birimizdan kam qilmasin, oqibatimizni Alloh taolo bundan ham ziyoda qilsa. Har doim sog' salomat bo'lib, tinchlik, omonlikda shunaqa chiroyli dasturxonlarda yurishimizni Alloh taolo o'zi nasib etsin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi bi rahmatika. Sog' bo'ling. Bu dasturxonlarni yozgan, taomlarni tayyorlagan hamma ukalarimizni, Kamoliddin hojini ham Alloh taolo umriga, rizqiga barakot bersin. Bu ishlariga rivoj bersin, fayz bersin. Chiroyli qilib dasturxonlar yozibdilar. Bu qilingan dasturxon, yozilgan dasturxonlarni, ehsonlarni Alloh taolo o'zi husni maqbul aylab, savoblarni, ajrlarni ko'paytirib berib, o'rnini to'ldirib bersin. Allohu akbar.